Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Hammalarning Qurban hayitlarga muborak bo'lsin. Tuanda Şərq Türkistan Cumhuriyeti sürgünde hökumətinin Qurban hayitlik programmasını diqqətinizə sunumuz. Assalamu alaykum Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Hammamizning ulug' Qurban bayramımızga muborak bo'lsin. Mazlumlarning egisi bo'lgan Janobi Alloh bu bayramlarni eng qisqa zamonda mustaqil va hur Şərq Türkistanimizda billa xushallik ichida tabriklashga nasib qilsin. Amin. Qarindoshlar, Qurban kelimasi arabcha bir so'z bo'lib, yaqinlashish, yaqin turish va yaqin bo'lish degan ma'nolarda keladi. Qurban kelimasining islomdagi ma'nosi o'zimiz yaxshi ko'rgan mol dunyodan Alloh yo'lida tasadduq qilib, Allohga bo'lgan sadoqatimizni ko'rsatish orqali Allohga yaqinlashish, shundaqla g'oyaga va maqsadga yaqinlashish demakdir. Qurban bayrami demak Allohga shundaqla g'oyaga yaqinlashish bayrami demakdir. Buni bir oz sharhlaylik. İnsan Allah tarafidan yaratilgan eng ulug' va eng qadrli jonliqdir. Chunki Allah insonni yaratganda uningga o'z ro'yidan püydab, uningga o'zi xohlagan ilohiy programmalarni qachilgan. Boshqa jonliqlar bu dunyo uchun yaratilgachqa ularga oddiy va kichik programmalar qachilangan. Shunga ular tug'ilgan aman ishqa tushidi, ammo inson abadiy bir hayot uchun yaratilgan bo'lgachqa, uningga püydalgan ruh va qachilangan programmalarmi o qadar ulug' va ig'ir, shundaqla buyukdir. Shunga inson balasining balog'atga yetishi o qadar uzun vaqt oladi va murakkab bosqichlarni boshdan kechiradi. Allah insonni Allohi illiyinga chiqib, nishoniga ulasha oladigan qobiliyatda yaratgan. Ondan insonni asfali safilinga qaytirib, bu eng tuvan nuqtadan bu eng oliy nishon Allohi illiyinga chiqishga buyruq qilgan. Bu buyruq va bu vazifa Qur'oni Karimda inson uchun o'zining yaxshi yoki yomon ekanligini va yaramliq yoki yaramsiz ekanligini isbotlaydigan bir imtihon sifatida tushuntirilgan. Demak, insonning bu dunyodagi imtihoni asfali safilindan izchil o'rlab, Allohi illiyinga ulashish vazifasini ado qilish orqali Jononimiz Janobi Allohni rozi qilishdir. Asfali safilin eng nachar va nachar bir yer bo'lib, jahannam bu yerga yerlashtirilgan. Allohi illiyin eng yuqori va eng esil yer bo'lib, jannat bu yerga yerlashtirilgan. Shunga insonning bu dunyodagi asli vazifasi Allohga bo'lgan sadoqatini va fidokorligini ko'rsatish orqali jahannamga loyiq bir kishi emas, balki jannatga loyiq bir kishi ekanligini isbotlab chiqishdir. Buni isbotlash uchun inson hayot chig'ida asfali safilindan Allohi illiyin maqomiga uchib chiqishdir. İnsan tuproqdan yaratilgan. Yerning tortish kuchi bo'lg'achqa, yer yuzidagi hamma narsa yerning tortish kuchining ta'siriga uchraydi. İnsanmı o'zini tabiiy qo'yibsa, davomli pastga va jahannamga qarab mangdi va jahannamdan qutula olmaydi. Shuning uchun inson o'zini tabiiy qo'yib etmasligi kerak. Jannatga ulish uchun yuqoriga qarab uchish lozim. Uchish uchun energiya lozim. Energiyaga ega bo'lish uchun badal to'lash lozim. Chiqim qilish lozim va qurbon berish lozim. İnsan faqat qurbon berish yoki qurbon bo'lish orqali yuqori maqomga chiqib jannatga ulisha oladi. Shuning uchun Alloh bizning yuqori maqomlarga erishib maqsadimizga yetib olishimiz uchun qurbonlik ibodatini bizga vojib qildi. Shuning uchun qurbonlik ibodati Odam alayhisalomdan boshlangan bir ibodat. Chunki har insonning baxtga, jannatga, shundaqla Alloh rizosiga ehtiyoji bor. Ammo bularning hammasi cheksiz qimmatga ega. Cheksiz qimmatga ega ehtiyojlarimizni qamdash uchun badal to'lashimiz lozim. Qurbon berishimiz lozim va hatto qurbon bo'lishimiz lozim. Allah Odam alayhisalomning ikki o'g'liga qurbonlik berishni buyruq qildi. Qurbonligida rostchil bo'lgan Habilning qurbonligini qabul qilib, saxtipaz Qobilning qurbonligini qabul qilmadi. Habil ixlosni va rostchillikni isbot qildi. Bu yo'lda qurbonlik qildi va bu yo'lda qurbon bo'ldi. Shundaqla Allohga yaqinlashdi, murodiga yetdi. O'zining yaramliq inson ekanligini isbotlab, natijada Jononimiz Allohga ulashdi va qurbonlik obidasi sifatida tarixdan beri bizga o'rnak bo'lmoqda. Yana bir o'rnak İbrahim alayhisalom. İbrahim alayhisalommi bu dunyo imtihonlaridan g'alabalik o'tib, Allohning do'stiga aylana olgan bir payg'ambar. Alloh taolo İbrahim alayhisalomni Qur'onda bizga Halil deb tanishtirdi va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga İbrahim alayhisalomga ergishishga va o'rnak olishga buyruq qildi. İbrahim alayhisalomning butun insoniyatga va hatto Muhammad alayhisalomga o'rnak bo'la olishidagi sir yanada İbrahim alayhisalomdagi qurbonlik ro'yida. Alloh taolo İbrahim alayhisalomni eng og'ir sinoqlar bilan sinadi. İbrahim alayhisalom bu sinoqlarning hammasidan qurbon berish orqali o'tib ketdi.
g'alaba qozondi va Allohning do'stiga aylanib murodiga yetdi. İbrahim alayhissalom qurban berish orqali Makkani ihyo qildi. Qurban berish orqali Ka'bani bino qildi. Natijada insoniyatning Ka'basiga aylandi. İbrahim alayhissalom yosh chig'ida aqida imtihoniga ilindi. Butun koinotni tadqiq qilish orqali insonlar cho'qingan butlarga cho'qinmasdan koinotning yaratquchisi Allohni tunib chiqardi. Natijada o'z dadasi, tuqqanlari va o'z millati uningga qarshi chiqdi. Shu chaqning zolimlari İbrahim alayhissalomning sog'lom aqidasiga qarshi chiqib, İbrahim alayhissalomni o'tga tashlab ko'ydirib o'ldirish qaroriga keldi. İbrahim alayhissalom aqidasidan qaytmadi va hayotini qurbon qilib o'tga tashlanishga rozi bo'ldi. Bu qurbonlik Allohga yarag'achqa o'tga ko'ydirmaslikka buyruq qilib, İbrahim alayhissalomni qutqizib qoldi. Bu mo'jizani ko'rgan zolimlar yana to'g'rini qabul qilmay, İbrahim alayhissalomga tahdid qilishni davomlashtirdi. Bu tahdid tufaylidan İbrahim alayhissalom ota-onasini, tuqqanlarini va tug'ilib o'sgan yurtini tark etib, hijrat qilishga majbur bo'ldi. İbrahim alayhissalom yana qurbon berdi va yosh chog'da yurtini tark etdi va muhojirat hayotini boshladi. İbrahim alayhissalom chet elda to'y qildi va hayotini yanada Alloh rizosi uchun atadi va topgan targinni Alloh rizosi uchun xalqqa yegizib, insonlarni Alloh yo'liga da'vat qildi. İbrahim alayhissalom nihoyatda shafqatli va mehribon bir ota edi. Darvaqa İbrahim degan kalimaning ma'nosi Suriyanicha mehribon va shafqatli ota degan ma'noda edi. İbrahim alayhissalom ismi jismiga loyiq bir mehribon ota edi. Ammo yashi o qadar cho'ng'ishiga qaramay farzand sahibi bo'lolmagan edi. Farzand uchun yuragi puchilnatdi. Farzand uchun Allohga duo qilib yolvordi. Oxiri sabab qilib beqish uchun Hajar ismli bir qiz bilan to'y qildi va Alloh taolo Ismoil ismli bir farzand ato qildi. İbrahim alayhissalom o'xshanligidan qo'lidagi hamma narsani qurbonlik qilib tarqatdi va tabrikladi. Dal mushundaq xushalliq kunlarining birida Alloh İbrahim alayhissalomni yana bir qatim sinadi va yangi ayoli Hajar va suyimlik o'g'li Ismoilni Makka cho'liga tashlab o'tib kelishga buyurdi. Ya'ni suyimlik oilasini qurbon qilishga buyurdi. İbrahim alayhissalom bu imtihonning qanchalik og'ir kelganiga qaramay, Allohga ishongachga Allohga tavakkul qilib, oilasini Makka cho'liga olib tashlab qo'yib qaytdi. İbrahim alayhissalom bu ahvolni ayoliga tushuntirgudek hech qanday bir ma'lumotga ega emas edi. Allah buyurg'achqa shunday qilyotdi. İbrahim alayhissalom suyimlik oilasini Makka cho'liga tashlab qaytayotganda ayoli Hajar "İbrahim" deb chaqirdi. İbrahim alayhissalom to'xtamay ketib boradi. Chunki Hajarning yuziga qaragudek jasorati yoki tushuntirgudek biror sababi yo'q edi. Hajar 3 qatim İbrahim deb chaqirsimi, İbrahim alayhissalom javob bermagachga Hajar "Bizni bu cho'lga tashlab ketish sening irodangmi yoki Alloh buyurdimi?" deb so'radi. İbrahim alayhissalom Allohning buyrug'i deb javob berdi va ketib qoldi. İbrahim alayhissalom Alloh rizosi uchun oilasini qurbon berdi. Ammo natijada İbrahim alayhissalom va oilasi bu imtihonni teng qozondi. Bu qurbonlik natijasida Makka cho'li Makka shahriga aylandi. Allohning Ka'basi insoniyatga qaytadan ulashdi. Bir cho'l qaynam tashqin bir yurtga va vatanga aylandi. İsmoil alayhissalomning avlodiga bo'lgan Adnani arablari bir muqaddas vatanga erishdi. Mana bu qurbon berish va qurbon bo'lishning mevalari. İbrahim alayhissalom Alloh rizosi uchun oilasini qurbon berdi. Ammo natijada İbrahim alayhissalom va oilasi bu imtihonni teng qozondi. Bu qurbonlik natijasida Makka cho'li Makka shahriga aylandi. Allohning Ka'basi insoniyatga qaytadan ulashdi. Bir cho'l qaynam tashqin bir yurtga va vatanga aylandi. İsmoil alayhissalomning avlodi bo'lgan Adnani arablari bir muqaddas vatanga erishdi. Mana bu qurbon berish va qurbon bo'lishning mevalari. İbrahim alayhissalom oilasini bekli yaxshi ko'rdi. Shuningdek, Alloh izn bersa Makkaga kelib oilasini yo'qlab turadi. İsmoil alayhissalom cho'ng bo'lib ishga yarg'idek bo'lib qolgan edi. İbrahim alayhissalom o'g'li İsmoil alayhissalomning diyonati va axloqidan bekla mamnun edi. İsmoil alayhissalomni bekli suyatdi va uningdan faxrlanadi. Ya'ni o'xshal kunlarning birida Alloh taolo İbrahim alayhissalomga tushi orqali İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilishga buyurdi. İbrahim alayhissalom qattiq sarosimaga tushdi. İbrahim alayhissalom oxiri bu ishni ayoli Hajarga aytdi. Hajar alayhissalom suyimlik o'g'li İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilishga onalik mehrini yengib, Alloh rizosini deb ma'qul bo'ldi. İbrahim alayhissalom eng oxirida bu ahvolni suyimlik o'g'li İsmoil alayhissalomga aytdi. İsmoil alayhissalom nihoyatda temkinlik bilan
Dada, ko'nglingni yerim qilma. Allah nimaga buyurgan bo'lsa shuni qil. Men bu ishga inshaalloh sabr qilib ketaman dedi. İbrahim alayhissalom shaytonning har turli hilm-fikrlariga bo'ysunmadi va oilasining rizoligini olgandan keyin İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilishga boshladi. İbrahim alayhissalom pichoqni İsmoil alayhissalomning bo'yniga surganda bir mo'jiza yuz berdi. O qadar ittik pichoq İsmoil alayhissalomni kesmadi. İbrahim alayhissalom nima qilarini bilmay turganda Alloh İbrahim alayhissalomga vahiy qilib, buning buyuk bir imtihon ekanligini, İbrahim alayhissalom oilasining bu imtihondan g'alabalik o'tganligini deb İbrahim alayhissalomni va oilasini tabrikladi. İsmoil alayhissalomning o'rniga qurbonlik qilish uchun bir qurbonlik qo'chqor tushirib berdi. Va bizga tunishliq bo'lgan bu qurbonlik qilish ibodati shuningdan tortib mush shaklda davom qilib kelmoqda. Qarindoshlar, İbrahim alayhissalom Alloh rizosini va tavhid aqidasini muhofazat qilish uchun ota-onasidan voz kechdi. Mushunda qurbon berganligi uchun Alloh uningdan rozi bo'ldi va do'stim dedi. İbrahim alayhissalom Alloh rizosi uchun yurtini tark etishga majbur bo'lib hijrat qildi. Allah rızası için hayatını qurbonlik sifatida atadi. Allah uningga Saliha bir ayolni yo'ldosh qilib berdi. Bu Saliha ayolning İbrahim alayhissalomni qo'llashi va hamkorlashi natijasida İbrahim alayhissalom butun og'ir imtihonlardan o'tib va belgilangan hayvonlarni qurbon berish orqali bu og'ir imtihondan o'talaydigan bo'ldi. İnsoniyatning mushundaq bir og'ir imtihondan qutulib qolishida İbrahim alayhissalomning qurbon berish va qurbon bo'lish ro'yi rol o'ynamoqda. Qarindoshlar, qurbonlik mana shundoq ulug' bir ibodat. Bu ibodatni Alloh taolo payg'ambarlari orqali bizga o'rgatgan. Bu ibodatni har yili qilish orqali bizning qurbon berish va qurbon bo'lish ro'yimizning yetilishi va taraqqiy qilishi ko'zda tutilgan. Bizning bergan qurbonliklarimizning foydasi Allohga emas, o'zimizga bo'ladi. Qancha qurbon bersak va qancha qurbon bo'lsak, biz millat sifatida o qadar Allohga yaqinlashimiz, o qadar tirilimiz va o qadar kuchlanamiz. Shuning uchun qurbonlik qilish orqali qurbon berishni va qurbon bo'lishni chiniqayli. Qurbon berish va qurbon bo'lish ro'yini yetildirayli. Chunki qurbon bermay jononga yetkili bo'lmaydi. Qurbon bermay Allohga yaqinlashqili bo'lmaydi. Bergan qurbonliklarimizda samimiy bo'layli. Chunki Abil samimiy edi. Qurbonlikni qabul qildi va jononiga erishdi. Qurbon berishda tarafsiz bo'layli. Chunki İbrahim alayhissalom butun qurbonliklarda hanif, ya'ni xolis va tarafsiz edi. Hazrati Abilning ixlosi va Hazrati İbrahim alayhissalomning hanifiyati ularning qurbonliklarining qabul bo'lishiga vasila bo'ldi. Qarindoshlar, bizmi qurbonlik qilyapmiz, shundaqla qurbonlik beryapmiz. Biz qurbonligimizda samimiymi? Ixlosliqmi? Qurbonligimiz qabul bo'lyaptimi? İbrahim alayhissalom har qurbonligidan keyin buyuk g'alabalarni qozongandek, bizmi har yili qilgan yoki bergan qurbonliklarimizdan keyin buyuk g'alabalar qozonyapmiz. Bu savollarning javobini bilmaymiz, ammo bilgimiz keladi. Buni bilish uchun bu formulaga qarayli. Birinchi formula. Qurbon berguchi yoki qurbon bo'lguchi Abildek samimiy bo'lsa va İbrahim alayhissalomdek xolis bo'lsa, qurbonlik qabul bo'ladi. Agar Qobildek samimiyatsiz bo'lsa, qabul bo'lmaydi. Ikkinchi formula. Qurbonlik ibodati qurbon berish va qurbon bo'lish ro'yini yetildirish uchun yo'lga qo'yilgan. Undaqda mening qurbonligim qabul bo'ldimi degan savolga javob berish uchun oldi bilan menda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ro'yi yetildimi degan savolga javob berishga to'g'ri keladi. Menda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ro'yi yetildi deb javob berishdan burun men bugungi kunda, bugungi jamiyatga munosabatli ishlarda, bugungi millatga munosabatli ishlarda badal to'layapmanmi? Bugungi kun tartibdagi ishlarga qurbon beryapmanmi deb so'rashi lozim. Agar javobimiz ha bo'lgan bo'lsa, bugungi kun tartibdagi ishlarga badal to'layotgan va qurbon berayotgan bo'lsak, bizda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ro'yi yetilgan bo'ladi. Bizda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ro'yi yetilgan bo'lsa, bergan qurbonliklarimizda samimiy va xolis bo'lgan bo'lamiz. Bergan qurbonliklarimizda samimiy va xolis bo'lgan bo'lsak, bergan qurbonliklarimiz Alloh dargohida qabul bo'lgan bo'ladi. Bergan qurbonliklarimiz Alloh dargohida qabul bo'lgan bo'lsa, bergan qurbonliklarimizga yarasha texnik ko'p g'alaba va muvaffaqiyat qozongan bo'lamiz. Qarindoshlar, qo'limizdagi natijaga qarayli. Qo'limizda bugungi kun tartibdagi vaziyatga doir g'alaba va muvaffaqiyat bormi? Qo'limizda g'alaba va natija bor desak, bizda qurbon berish yoki qurbon bo'lish ro'yi yetilgan bo'ladi. Undaqda bugungi kun tartibdagi qurbon berishga tegishli ishimiz nima? Hammamizga ma'lum, Sharq Turkiston Jumhuriyati Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilindi. Bu ishg'oliyatdan qutulish hammamizga farzdir. Chunki bu ishg'oliyatdan qutulolmasak, bu dunyodami baxtsiz va oxiratdami baxtsiz bo'lamiz.
Öz baxtimiz uchun o'zimiz kuch chiqarishimiz lozim. Hech kimning baxt uchun kuch chiqarmaydi. Bu haqiqatni o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana bu amaliyot orqali isbotlangan bir haqiqat. Shuning uchun o'zimizni o'zimiz qutuldirishimiz lozim. Bu ishqa jon ketadi, vaqt ketadi, umr ketadi, pul ketadi va qurbon berishga to'g'ri keladi. Biz Sharq Turkiston xalqi hammamiz bu kurash uchun badal to'lashimiz lozim va hammamiz bu kurashda o'zimizga tushliq vazifa olishimiz lozim. Va qo'limizdan nima kelsa shuni qilishimiz lozim. Chunki biz bu kurashda g'alaba qilishimiz shart. Chunki Sharq Turkiston xalqi irqiy qirg'inchilikqa uchrayotdi. Sharq Turkiston xalqi haq ustida, Xitoy tajovuzchilari nohaq ustida. Haq va to'g'ri nohaq ustidan g'alaba qilishi kerak. Biz bu haq davoyimizni badal to'lmaslik, vazifa olmaslik va qurbon bermaslik bilan qozona olmasak, musulmonligimizga, shundaqla insonligimizga dog' tegadi. Allohning, malaikalarning va butun xalq olamning la'nati yog'di. Dunyoda rasvochilikda va oxiratda do'zaxda yashashga majbur bo'lamiz. Bundaq ichinishlik oqibatga duchor bo'lmaslik uchun qurbon beraylik, qurbon bo'laylik. G'oyamiz uchun badal to'laylik, o'zimizga ko'ra vazifa olaylik. Bu kurashda qurbon berish orqali Allohga yaqinlashaylik. G'oyamizga yaqinlashaylik, o'zimizga yaqinlashaylik va baxtimizga yaqinlashaylik. Alloh bergan qurbonliklarimizni qabul qilsin va insonlik vazifamizni ado qilib, dunyo va oxiratda oq yuz bo'lishga nasib qilsin. Amin. Bu qurbon bayrami nafsini yengilgan yigitlarga muborak bo'lsin. Bu qurbon bayrami bu buyuk jihodda vazifa olgan va g'alaba qozongan mardlarga muborak bo'lsin. Bu qurbon bayrami qurbon berish orqali qalb poytaxtini nafs ishg'oliyatidan ozod qila olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram iymon sultonini qalb taxtiga chiqara olganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram to'g'ri yo'lga ergashganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'ziga xoinlik qilmaganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z millatini suyalaydigan va Xitoy tajovuzchilaridan nafratlanadiganlarga muborak bo'lsin. Bu bayram o'z baxti uchun qurbon berib, mustaqil maydonga kela oladigan vijdonliqlarga muborak bo'lsin. Bu bayram Xitoy tajovuzchilarining zulmi ostida ingrayotgan 40 million Sharq Turkiston xalqiga muborak bo'lsin. Bu bayram Allohning har turli ne'matiga muhtoj bo'lgan, ammo xoin bo'lmagan butun Sharq Turkiston xalqiga va butun islom dunyosiga muborak bo'lsin. Amin. Janobi Alloh Qurbon bayramini bizga diniy bayram qilib bergandek, bizga ona vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilib, shu ozodlik kunimizni milliy bayram qilishga nasib qilsin. Xitoy tajovuzchilarini vatanimizdan qo'g'lab chiqarib, o'z vatanimizda o'z hokimiyatimiz ostida baxtli yashashga nasib qilsin. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgüntü Hükümeti Cumhuriyet Işxanası 2023-yili 6-oyning 28-kuni. Hayitni aman-esan, xotirjam o'tkazishingizga tilakdoshmiz. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.